Amirxon Alixojayev va Sayat Abduali o'rtasida revansh jangi bo'ladi. Dekabr oyida Octagon ligasida muxlislar kuta charchagan katta voqea yuz beradi. Avvalgi jangda tomoshabinlarni hayratga solgan qarama-qarshilik endi yanada keskin va hayajonli bo'lishi kutilmoqda. Amirxon Alixojayev o'zining kuchini qayta isbotlash va muxlislariga haqiqiy shou ko'rsatish uchun Sayat Abduali bilan revansh jangini so'radi. Dekabr oyidagi bu to'qnashuv tom ma'noda yil jangiga aylanadi va tarixda unutilmas voqealardan biri bo'lishi aniq. Bu jang nafaqat sport, balki gurur, or-nomus va o'zini tasdiqlash uchun kurash bo'ladi. Har ikkala jangchi ham o'zining tajribasi va irodasi bilan mashhur. Shu bois ringda ulardan biri g'alaba qozonsa, boshqasi ortga chekinishni istamaydi. Amirxonning muxlislari uni qo'llab-quvvatlab, revanshda albatta g'alaba qozonishiga ishonmoqda. Sayatning tarafdorlari esa uning kuchli zarbalari va qat'iyatini yana bir bor ko'rishni kutmoqda. Dekabr oyidagi bu to'qnashuv tom ma'noda yil jangiga aylanadi va tarixda unutilmas voqealardan biri bo'lishi aniq. Endi esa savol bitta: kim g'alaba qozonadi? Amirxon Alixojayevmi yoki Sayat Abdualimi? Va Amirxon Alixojayev Sayatdan uchragan mag'lubiyatiga izoh berdi. Assalomu alaykum hammaga. Bo'yimizga ham qanchadir kun o'tdi mana. Shu bo'ydan keyin bu mag'lubiyat menga juda ham qattiq ta'sir qildi. Chunki men juda ham qattiq tayyorgarlik ko'rgandim. Suvlarda, ovqatlarda, trenirovkalarda, disiplina, rejim, har bitta vес tashlash jarayonlarimda ham juda ham qiynalganman. 3 oy rejim ushlab, ota-onamni, hatto uyimdagilarni ham juda ham ko'rmasdan shu maqsadim uchun, shu bo'y uchun qattiq tayyorgarlik ko'rdim. Alloh shunaqangi xoladi, unga g'alaba berdi. To'g'risi endi xatolarimiz ustida ishlaymiz. O'sha kuni bo'yda ham hatto ustozim ko'zlaridan yosh chiqib ketdi. To'g'risi razolkada ko'rdim yutqizgandan keyin. Bu mag'lubiyatni o'zim ham to'g'risi gap juda ham qiyin bo'lyapti hazm qilishim. Inshaalloh dekabrda bo'y bo'lib o'tadi. Xudo xolasa Octagon ligasidan shu dekabr kuni revansh bo'y so'rayman. Inshaalloh agar bersa, Xudo xolasa revanshga tayyorman, Xudo xolasa. Agar yo'q, revanshga berolmaymiz desa, Xudo xolasa dekabrda inshaalloh kimi bersa, Xudo xolasa tayyor bo'lamiz. Duo qilib turinglar, Xudo xolasa sizlarni hali ancha juda ham ko'p xursand qilaman, Xudo xolasa. Ustimizda ishlash davom etamiz. Inshaalloh O'zbekiston bayrog'ini balandligiga ko'tarib, o'sha maqsadlarimiz, orzularimiz sari Xudo xolasa o'sha UFC'larga chiqib, UFC kamarlarini olib kelamiz inshaalloh. Sizlar faqat duo qilib, shu kommentariyaga davay olg'a deb tursalaring, bo'ldi. Biz o'zi shu narsani his qilib inshaalloh